Assalomu alaykum qadrli abituriyentlar. Bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatayotganlar ham, auditoriyadagilar ham. Demak, darsni boshlayveramiz. Bugungi mavzu jins genetikasi. Biz video dars qilyapmizmi? Demak, alohida e'tiborga moyil bo'lgan darslarda video qilyapmiz. Shuning uchun keyinchalik abituriyentlarimizga ham foydali bo'lsin deb bu darslarga anchagina tayyorgarlik ko'riladi. Darsdan oldin yozilyapti bu ma'lumotlar. Savol javob ham qilinadi, ya'ni og'riqli nuqtalarni ko'ramiz. Shuning uchun Allohga shukr darslar sifatli bo'lyapti deb o'ylayman. Bizga yana bir energiya berish uchun like bosib qo'yinglar, kommentariy yozib qo'yinglar. Domla zo'r chiqyapti darslar deb, agar zo'r chiqayotgan bo'lsa haqiqatan ham. Ya'ni keyin do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Yana nima derdi? Podpiska tashlab qo'yinglar va hokazo va hokazo. Keyingi darslarimizga bir katta bir energiya berishga sababchi bo'ladi. Avvalo Allohdan so'raymiz. Demak, darsimizni boshladik. Bugungi mavzu jins genetikasi. Savol tug'iladi, o'zi jins nima? Kechagi kuni ham gaplashgandik. Kim aytadi bu jins nima degan savolga javobni auditoriyaga ham qo'shilib kelsa bo'laveradi. Organizmlarni gameta hosil qilishi bilan irsiy axborotni keyingi avlodga uzatilishini ta'minlaydigan belgi va hosilalar yig'indisi. Lekin bu qoida jins qoidasiga to'liq javob bo'la olmaydi deb o'ylayman, chunki organizm gameta hosil qilib irsiy axborotni keyingi avlodga o'tkazishi jins deydigan bo'lsak, jins bo'lmaydigan organizmlar ham bor. Ya'ni jinsi bo'lmaydigan. Bular suv o'tlari, bakteriyalar. Unda masalan Ulutrix gameta hosil qiladi, irsiy axborotni keyingi avlodga o'tkazadi. Demak, Ulutrix suv o'ti jinsi bo'ladi degan qoidaga kelib qoladi. Shuning uchun jins nima desa, biz odatda tushunamizki, ayrim jinsli organizmlar bor, ularni biz bir jinsli organizmlar ham deymiz. Masalan, odamlar ham shu ayrim jinsli, sutemizda yuruvchi hayvonlar, qushlar va boshqa organizmlar ayrim jinsli. Ya'ni erkagi alohida, urg'ochisi ayoli alohida. Ayrim jinsli yoki bir jinsli desak ham bo'laveradi. Ikkalasi ham bir ma'noda keladi. Demak, yoki ikki jinsli organizmlar ham bor. Ya'ni mana shu organizmda erkaklik jinsiy organi ham, urg'ochilik jinsiy organi ham bitta organizmda bo'lsa, bu ikki jinsli organizm deyiladi. Ikki jinsli yoki germafrodit so'zi ishlatiladi. Ikki jinsli desa ham, germafrodit desa ham shu tushuniladi. Masalan, erkaklik jinsiy organi ham, urg'ochilik jinsiy organi ham shu organizmda. Demak, jins bu tavofut birinchi o'rinda jinsiy organlarda. Ya'ni jins deganda biz mana birlamchi jinsiy belgilar bor, ikkilamchi jinsiy belgilar bor. Birlamchi jinsiy belgilar bu jinsiy organlardagi farqlar tushuniladi. Ikkilamchi jinsiy belgilar mana shu jinsiy organlardan ishlab chiqarilgan gormonlar ta'sirida ikkilamchi jinsiy belgilarning hosil bo'lishi. Erkaklarning gavdali bo'lishi, soqol bo'lishi, mo'ylov bo'lishi, o'ziga xos erkaklarda ovozi, ayrim hayvonlarda, masalan, hasharotlarda, qo'ng'izlarda shoxdor, bug'ularda shoxdor bo'lishi erkagini yoki chumchuqsimonlar turkumini eslaydigan bo'lsangiz, o'ziga xos ovozi, boshida toji, rangdorligi deb va hokazo xususiyatlar yozib ketgan. Demak, bu belgilar ikkilamchi jinsiy belgilar. Birlamchi, ikkilamchi. Demak, jinslar o'zaro turli xil jinsga ega bo'lgan organizmlar, ayrim jinsiy organizmlar bir-biridan birlamchi va ikkilamchi jinsiy belgilar bilan farqlar ekan. Bu yerda jins nima ekanligini mohiyatini tushunib olsangiz bo'ldi. Demak, organizm gameta hosil qilish kerak ekan, yangi belgi xususiyatlarni kelgusi avlodga o'tkazish kerak ekan va jinsiy organlar bo'lish kerak ekan. Shu yerda ham qo'shib ketish kerak deb o'ylayman kitobga. Demak, tushunib bo'ldinglar jins nima ekanligini, jinsi bo'lmagan organizmlar ham bor ekan, buni ham ketdi. Va endi agar biz ayrim jinsli organizmlar haqida gaplashar ekanmiz, erkagi urg'ochisi qilib gaplashar ekanmiz, ularda ayrim jinsli organizmlarda jinsiy dimorfizm degan narsa bor. Jinsiy dimorfizm degani erkak va urg'ochisini tashqi ko'rinishiga ko'ra farqlash degan. Tashqi ko'rinishiga farqlash degan. Xo'p, endi jinsiy dimorfizmga ega bo'lmagan organizmlar ham bor. Testlarda shu keladi. Ya'ni ayrim jinsli erkagi bor, urg'ochisi bor. Masalan, ikki pallali mollyuskalar, masalan, baqachanoq. Ayrim jinsli erkagi boshqa, urg'ochisi boshqa. Lekin bunda qarab turib, mana erkak ekan,
mana urg'ochisi ekan deb tashqi ko'rinishiga ko'ra farqlab bo'lmaydi. Bunday organizmlarni biz jinsiy dimorfizmga ega bo'lmagan organizmlar deymiz. Qanday organizmlar jinsiy dimorfizmga ega bo'lgan deyiladi? Tashqi ko'rinishiga ko'ra erkak va urg'ochini farqlay olsangiz, jinsiy dimorfizmga ega bo'lgan deyiladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, bugungi mavzuyimiz asosiy qismi mana shu jinslar tavofida, ayrim jinsli organizmlarda ularni hujayrasidagi xromosomalar soni. Ana shuni bilish muhim. Ajratishda. Shuni to'la-to'kis yozib chiqdik, ko'rib chiqamiz. Jins genetikasini o'rtoqlar 9-sinf 57-mavzu adashmasam, eski 10-sinf 20-mavzu, yangi 10-sinf 4-mavzu. 3 ta kitobda bor. Uchala kitobning mohiyatini mana shu yerda yoritib beraman. Demak, 3 ta mavzuda yoritib beryapman degan. Bir xil mavzu lekin. Xo'p, boshladik. Birinchi o'rinda bilishingiz kerak, mana odam misolida yozib ketdim. Odamni somatik, soma degan nima degan o'rtoqlar? Soma degan tana degani. Somatik tana hujayralari va jinsiy hujayralardagi xromosomalar soni haqida gaplashamiz. Qaysi hujayralar somatik hujayralar deyiladi degan savolga javob, jinsiy hujayralardan tashqari boshqa barcha hujayralar somatik hujayralar deyiladi. Erkaklar jinsiy hujayralari spermatozoidlar, urg'ochilar jinsiy hujayralari tuxum hujayra. Mana shular jinsiy hujayra. Qolgan barcha bosh miyani hujayrasimi? Yurak hujayrasimi? Jigar hujayrasimi? Teri epiteli hujayrasimi? Hammasi qanaqa hujayra ekan? Somatik hujayra. Odamda ketdi, demak, bu yerda 6 xil ma'lumotni bilishingiz kerak, qisqartirib yozib ketdim. Birinchisi, odamning somatik hujayrasida xromosoma soni nechta bo'lar ekan? 46 ta bo'lar ekan. Nari gruppaga dars o'tdim, o'chirmabmiz. Xo'p, bu ham keragi yo'q. Endi qarang. Odamning somatik hujayrasida xromosoma soni nechta bo'lar ekan? 46 ta bo'ladi. Videoga olyaptimi, ko'rib qo'ying yana oxirida. 46 ta bo'ladi. Endi bu yerda umumiy hujayralarga nisbatan 46 olib ketamiz. Lekin ba'zi hujayralarda o'rtoqlar xromosoma soni ko'p bo'ladi. Qaysi hujayralarda? Yadrosi ko'p bo'lgan hujayralarda. Masalan, muskul hujayralarida yadro ko'p bo'ladi, ayrim muskul hujayralarda. Tushunyapsizlar? Shuning uchun masalan ko'ndalang targ'ib, ya'ni skelet muskullari yoki yurak muskullari. Ko'ndalang targ'ib muskul bular. Ya'ni tuzilishi bir xil muskul demoqchiman. Mana shu ma'noda aytmoqchiman. Bularda yadrosi ko'p. Yadrosi ko'p degani har bir yadroda xromosoma 46 ta. Ikkita yadro bo'lsa-chi? 92 ta bo'ladimi? 92 ta. Bitta hujayrada 92 ta xromosoma degani. Lekin biz normada 46 olib ketaveramiz buni. Chunki umumiy shunaqa tushuncha bor. Tushunchaga asosan. Chunki uni yozmagan ikkita yadrosi bo'lsa deb yozsa, keyin shunaqa olib ketasiz. Unaqa savol tushmagan. Unaqa chuqur kirilmagan. Xo'p, demak, odam somatik hujayrasi xromosoma soni nechta ekan? 46 ta. Endi mana tagiga chizib qo'ydim, odamning somatik hujayrasidagi autosoma xromosoma soni. Ya'ni ikkitasi o'zi ikkita xromosoma bu jinsiy xromosoma hisoblanadi. Shu ikkini ayirib olsangiz autosoma xromosoma soni kelib chiqadi. 46 dan ikkitasi jinsiy, odamning somatik hujayrasidagi jinsiy xromosoma soni ikkita, odam somatik hujayrasidagi autosoma xromosoma soni 44 ta. Tushunarligi? Boshqa misol aytaman, ko'rib chiqamiz keyin. Keyingisi, endi odam jinsiy hujayrasi. Jinsiy hujayradagi xromosomalar soni somatik hujayradagi xromosoma sonining yarmiga teng bo'ladi. Demak, jinsiy hujayradagi xromosoma soni 23 ta, buni yarmiga teng. Yo'inki jinsiy hujayrada autosoma xromosoma soni 22 ta, yarmiga teng. Jinsiy hujayradagi jinsiy xromosoma soni bitta. Keling, bir ikkita misollar bilan ko'rib chiqamiz, tushungan bo'lsangiz. Birinchi misol, keling shuni shimpanze deylik. Shimpanzeda xromosoma soni nechta? 48 ta. Nechta bo'ladi? 44 ta. Qanaqa xromosoma? Somatik autosoma. Bu-chi? 2 ta. O'zgarmaydi, qana? Ketdi. Bu-chi? 24 ta. 23 ta. Bitta. Tushunarlimi? Uzoqroq balalar nechta edi? 104 ta. Bu 104 ta, bu-chi? 102 ta. 2 ta. 52 ta. 51 ta. Bitta. Tushundinglarmi?
Boshqa misollar bilan ham ko'rib chiqamiz. Bu standart misollar edi. Mana bu joylarini tushuntirib bo'lganimdan keyin keyingi misollar ko'rib chiqamiz. Boshladik. Bu yerda nimalar yozilgan? Heterogametalik. Bu yerda erkaklari heterogametali organizmlar haqida gaplashamiz. Erkaklari heterogametali organizmlarga odamlar, sut emizuvchilar va ayrim hasharotlar kiradi. Masalan, drozofila yozib ketgan. Drozofila yozib ketgan. Endi bu yerda hozir tushuntiraman nima ekanligini erkaklar heterogametali degan. Qoida aytib qo'yore. Erkaklar heterogametali degani erkaklaridagi hosil bo'ladigan jinsiy hujayra ikki xil bo'lishi mumkin. X xromosomaga ega yoki Y xromosomaga ega. Urg'ochilar, erkaklari heterogametali bo'lgan organizmlarning urg'ochilari XX bo'ladi. Ya'ni bu degani urg'ochilaridan jinsiy hujayra hosil bo'lgan bo'lsa, oxirgi jinsiy xromosomasi faqat X'li bo'ladi, xolos, Y'li bo'lmaydi. Shuning uchun urg'ochlari gomogametali, gomo bir xil, gameta jinsiy hujayra. Faqat bir xil jinsiy hujayra hosil qiladi degani. Odam misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, odamning somatik hujayrasida mana erkaklarda 44 plus XY bo'ladi. X, Y o'rtoqlar. Tushunyapsizlar? 44 ta autosoma, 2 ta jinsiy xromosomasi erkaklarda XY bo'ladi. Somatik hujayrasida. Plus 40 demak teng 46 ta. Ayollarda bo'lsa 44 plus X bo'lyapti o'rtoqlar. E'tibor bering, XX. Bir xil bo'lyapti. Endi erkaklarda jinsiy hujayra hosil bo'lgan bo'lsa, jinsiy hujayrasi ikki xil bo'lishi mumkin. Chunki erkaklari heterogametaliki bular. Qanaqa bo'lishi mumkin? 22 plus X bo'lishi mumkin, teng 23 ta, 22 plus Y teng 23 ta. Demak, nima uchun erkaklari heterogametali deyiladi ekan? Sababi erkaklar gameta hosil qilganda, gameta degani bu jinsiy hujayra degani, ikki xil jinsiy hujayra hosil qilishi mumkin ekan. Birinchisi X ga, aynan mana X ga ega bo'lgan jinsiy hujayra hosil qilishi mumkin yoki Y ga ega bo'lgan jinsiy hujayra hosil qilishi mumkin. Ayollarda bo'lsa faqatgina 22 plus X xildagi bo'ladi. Shuning uchun ayollarda gomogametali bo'ladi. Urg'ochilari gomogametali bo'ladi. Faqat gametasi bir xil bo'lganligi uchun. Endi shu yerda bir narsani tushunib oling. Hayotiy misol bu endi. Biologiyada ham tushunib olishingiz kerak bo'lgan. Mana shu erkaklardagi jinsiy hujayra Xli jinsiy hujayra bilan ayollardagi o'zi bir xil shunaqa-ku. Shu qo'shiladigan bo'lsa, homila qiz bo'ladi. Endi bu erkaklardagi Y'li jinsiy hujayra bilan ayollardagi mana bu tuxum hujayra qo'shilgan bo'lsa, homila o'g'il bo'ladi. Demak, homilaning qiz yoki o'g'il bo'lishi kimga bog'liq ekan? Erkaklarga bog'liq. Tushundinglarmi? Endi mana shu mavzuda yana bir ma'lumot bor. Ayrim jinsli organizmlarda jinslar nisbati 1:1 deb yozib ketgan. Jinslar nisbati 1:1. 1:1 degani bu degani erkaklar har xil tushunish mumkin ekanda, o'quvchilar bilan ishlaganimda shu narsani tushunib yetdim. Domla bu degani jamiyatda 50% odamlar erkak, 50% odamlar ayollar bo'ladimi degan savol bo'ladi. Yo'q, hozir jamiyatda yo erkaklar yo ayollar ko'p, to'g'rimi? Statistikaga ko'ra-da. Baribir kimlardir ko'p-da, bir xil emas-ku, to'g'rimi? Masalan, mashxonada kimlar ko'p? Men o'sha kursimda ko'proq qizlar ko'p. Statistikaga ko'ra. Demak, xullas kimlardir ko'p, to'g'rimi? Nima degani jinslar nisbati 1:1 degani? Demak, kimlarda jinslar nisbati 1:1 bo'ladi ekan? Ayrim jinsli organizmlarda jinslar nisbati 1:1. Ayrim jinsli degani nima degani? Bir jinsli degani. Odam shunaqami? Bir jinsli, erkak alohida, ayol alohida. Sut emizuvchilar shunaqami? Qushlar shunaqami? Endi jinslar nisbati 1:1 degani odamda mana erkaklik jinsiy hujayra. Bu nima deyiladi? Spermatozoidlar deyiladi. Urg'ochilik jinsiy hujayra? Spermatozoidlar erkaklarda masalan millionlab hosil bo'lgan bo'lsa, yarmi 50% Xli bo'ladi. 50% bo'lsa Y'li bo'ladi. Shuning uchun mana shu erkaklik va urg'ochilikni ta'minlovchi spermatozoidlar tenga teng hosil bo'lganligi uchun jinslar nisbati 1:1 deyiladi. Endi buni qaysi bir urg'lantirishiga qarab, masalan Xligi urg'lantirsa qiz bo'laveradi. Y'ligi urg'lantirsa o'g'il bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bu meditsina jihatdan ham tushunib olishingiz kerak edi. Meditsina jihatdan ham tushunib olishingiz kerak. Xo'p. Demak, jinslar nisbati 1:1 degan narsani ham tushundinglar. Ha? Somatik
somatik jinsiy hujayrada qanaqa bo'lishini ham tushundinglar. Erkaklarga heterogametali organizmlar erkaklari X, Y bo'lishini tushundinglar. Endi erkaklari heterogametali organizmlar erkaklari X nol ham bo'lishi mumkin. Ya'ni jinsiy xromosomasi bittaga kam degan, nol degani yo'q degani-ku. Kimlarda shunaqa bo'ladi? Aynan mana shu joylardan ham ko'p savollar tushadi. Suvaraklarda, chigirtkalarda, ninachilarda, qandalalarda. Bu qanday hasharotlar edi? Chala o'zgarishi bilan rivojlanadigan hasharotlar edi. Sachanaqa, suvarak, chigirtka, ninachi, qandala. To'g'rimi? O 6 biologiyada ham o'qidinglar. Piyozlashlarda suvoro piyoz, cho'shoqloq piyoz, nor piyoz, qo'shbarg piyoz. Ha? Hokazo, sachanaqa bor edi. Xo'p, demak, endi ko'rib chiqamiz. Suvarakda yozmagan kitobga, lekin shunaqa tushunmasangiz bo'ladi. Mana ulardan nima qilib, suvarakda o'zi xromosom soni nechta? 48 ta. Lekin erkaklarda bittaga kam bo'ladi deyapsiz-ku. Demak, urg'ochilar erkaklarda 47 ta bo'ladi. Tushundinglarmi? Xo'p, yoki chigirtkada rasmda bor edi, ko'rgan bo'lsanglar, urg'ochilarda 24 ta, erkaklarda 23 ta bo'ladi. Ninachi yo berilmagan qandalada urg'ochilarda 14 ta, erkaklarda 13 ta. Demak, bularda urg'ochilarda xromosom soni nima bo'ladi ekan? Bittaga ko'p bo'lar ekan. Nima uchun urg'ochilarda xromosom soni bittaga ko'p? Chunki erkaklari heterogametali X0, erkaklarda bittaga kamligi uchun. Tushundinglarmi? Endi buni manaqa misol bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak. Qaranglar. Erkaklarida 12 ta avtosoma xromosoma somatik hujayrasida bitta jinsiy xromosoma bo'ladi. O'zi odatda ikkita jinsiy xromosoma bo'lishi kerak-ku, boshda aytdim-ku. Lekin bularda nechta ekan? Bitta ekan. X0 bo'lib teng 13 ta bo'ladi. Urg'ochilarida somatik hujayrasida 12 ta avtosoma xromosoma, 2 ta jinsiy xromosoma. Bu odatdagidek to'g'ri kelaveradi. Endi jinsiy hujayra hosil bo'lishiga e'tibor bering. Mana shu yerni ham yaxshi tushunib oling. Erkaklarda jinsiy hujayra hosil bo'layotganda 6 plus X. Ha? Teng 7 talik hosil bo'lishi mumkin. Yoki 6 plus nima? 6 plus 0 ham hosil bo'lishi mumkin. Teng 6 talik. Demak, erkaklarning jinsiy hujayrasi xromosomalari ham 6 ta yoki 7 ta bo'lishi mumkin. Urg'ochilarda endi norma 14 ta bo'lgan bo'lsa 6 plus X 7 ta hosil bo'laveradi. Endi qarab turing. Erkaklarini jinsiy hujayrasi mana 7 taligi bilan bu qo'shilsa nima hosil bo'ladi? Nima chiqadi? Urg'ochiq, masalan, qandala bu, qandala misolida ketgan. Urg'och qandala chiqadi. Lekin erkaklarini 6 talik jinsiy hujayrasi bilan, 6 ta xromosomaga ega bo'lgan jinsiy hujayrasi bilan bu qo'shilsa, ikkovi qo'shilsa nima bo'ladi? Erkak qandala chiqadi. Shunda 13 ta bo'ladi. Tushundinglarmi? Shuning uchun kim qanday chiqishiga e'tibor berib qo'ying. Kimlar tushunyapti? 100%. Endi bu yerda o'zim misolini oxirida aytmoqchi edim. Mashirini ham tushunib ketinglar. Mana odamda erkaklarda ham xromosom soni 46 ta, ayollarda ham xromosom soni 46 ta. Zog'ora balada ham shunaqa yoki kim shimpanzeda ham shunaqa, bular adashtirmaydi. Lekin mana bularda xromosom soni kam ekan-ku, mana bunga qo'yib chiqadigan bo'lsa boshqacharoq chiqadi. Keling shu qandalarni qo'yib ko'ramiz. Qandalarning birinchi urg'ochlari standart bo'yicha ketaveradi. 14 ta ekan-ku. Bu necha bo'ladi? 14 bo'ladi. Qandalar urg'ochisini gaplashyapmiz. 14. Manochi 12, 2, 7, 6, 1. Endi buni hali odatdagi bo'lganligi uchun oson tushundinglar-a? Bu qaysinisini qo'yib chiqdik hozir? Urg'ochisini. Keling erkagini qo'yib chiqamiz. Erkagida bitta ekan bo'ladi-yu. Mana 13. Qanaqa bo'lib 13 bo'lyapti asha? 12 plus x0 teng 13 bo'lyapti. Tushundinglarmi? Manochi endi. 12 manochi 0 yoki 1 o'rtoqlar 0 yoki 1 bo'ladi. Shunda hali aytdik-ku, tushundinglarmi? Ikkita bo'lmaydi, chunki o'zi bu bitta-yu. Shu 0 ham bo'l, 0lik ham bo'lishi mumkin-da. Odam somatik hujayra kimiki bu? Qandalarning somatik hujayrasidagi jinsiy xromosoma soni. Yo'q, 0 yoki 1 bo'lmaydi ekan, mana shu 1 da o'zi bo'lar ekan. Jinsiy hujayrada shunaqa bo'ladi. Ha, yaxshi.
Xo'p, demak, keyingisiga e'tibor beramiz. Jinsiy hujayrada xromosom soni endi mana 6 yoki 7 ta. Mana bu-chi? 6 ta bu. Aniq o'zgarmaydi. Mana bu-chi? Endi 0 yoki 1 bo'ladi. Yokisi bor. Tushunarligi? Mana adashtiradiganmi? Bekalga aytmadim-da uni. Qandalarni qo'yib ko'ring, chigitkani qo'yib ko'ring, so'raydi qo'yib ko'ring. Xo'p, bular tugadi. Demak, erkaklarga heterogametali organizmlar ikki xil bo'lishi mumkin ekan. Yo XY yoki X0. Erkaklarga heterogametali organizmlarning urg'ochlari nima bo'ladi? Gomogametali bo'ladi-da. Ya'ni XX bo'ladi. Endi keyingi qismiga o'tamiz. Erkaklarga heterogametalilarni ko'rib chiqdik. Endi urg'ochlarga heterogametali organizmlar ham bor. Shulardan birinchisi urg'ochlarga heterogametali organizmlardagi XY ko'rinishi. XY ko'rinishi kimlarda bo'ladi? Qushlarda, ayrim sudraluvchilarda deb ketgan kitobga, lekin hamma sudraluvchilarni olamiz biz. Endi bizga ko'proq kalta ketsa deb beradi. Shularga ayrim nima deydi? Tanish sudraluvchilarni beradi. Va ayrim hasharotlar, masalan, kapalaklarda va ba'zi baliqlarda ham deb yozib ketgan ko'rgan bo'lsanglar jadvalda. Demak, bularda urg'ochilari heterogametali organizm XY. Masalalarda keladi, genetikani ham eslatib o'tib ketaman. Genetikada ham masalalarda keladi. Masalan, tovuq deydi, qushku tovuq ham. Qushmi? Sutimiz uchun emas-ku, qush bo'ladi-da. Uchmaydi deb adashib ketadi ba'zi yangi o'qiy ekanlar. Yoki kalta kessak deb beradi. Tovuqlarni erkagi bilan urg'ochini chashtirdingiz deydi. Keyin nechta manaqa rangli urg'ochi chiqadi deydi. Urg'ochi desa biz XX olishni o'rganib qolganmiz-ku, to'g'rimi? Lekin ularda urg'ochisi XY bo'ladi-da. Asha xayoldan ko'tarilib qoladi. Shuning uchun biz urg'ochini o'rniga erkagini olib qo'yamiz, erkagini o'rniga urg'ochini olib qo'yamiz. Shunga xushyor bo'linglar masalalarda. Xo'p, endi demak, urg'ochilar heterogametali organizmlar XY bo'lgan kimlar ekan? 1 qushlar, 2 sudralib yuruvchilar, 3 ayrim hasharotlar, masalan, kapalaklar, 4-inchisi ba'zi baliqlarda. Misolni bilib qo'ysangiz bo'ldi. Endi demak, qushlar desa hammasini olasiz, sudraluvchilarda ham deyarli olaverasiz. Somatik hujayrasi, jinsiy hujayrasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda qaysiligi emas, faqat jinsiy xromosomasiga e'tibor beryapmiz. Erkaklarda XX bo'ladi endi. G'alatiroq-ku, XX bo'ladi. Urg'ochlarida XY bo'ladi. Erkaklarda jinsiy hujayra hosil bo'layotganda faqat X jinsiy xromosomasi XY bo'ladi xolos. Urg'ochlardan jinsiy hujayra hosil bo'lganda jinsiy xromosomasi Xli jinsiy hujayra hosil bo'lishi mumkin, Yli hosil bo'lishi mumkin. Mana u ikkovi qo'shilsa nima chiqadi? Jo'jamiz. Erkak. Mana u ikkovi qo'shilsa-chi? Urg'och. Demak, polaponda erkak yoki urg'ochlik kimga bog'liq ekan? Tovuqqa bog'liq ekan. Tushundinglarmi? Xo'rozga bog'liq emas ekan endi bular. Xo'p, demak, mashina chalg'atadi, men bekarga buni aytmayapman. Xo'p, keyingisi urg'ochlar heterogametali organizmlarda X0 ko'rinishi ham bor. Bitta misol, kuya kapalagida. Erkaklar XX bo'ladi, urg'ochlari X0 bo'ladi. Erkaklardan faqat Xli hosil bo'ladi, urg'ochlardan Xli yoki 0 li hosil bo'ladi. Ikkovi qo'shilsa erkak, men bilan qo'shilsa urg'och. Erkak yoki urg'ochlik kimga bog'liq ekan? Urg'ochisiga bog'liq. Demak, erkak yoki urg'ochlik bo'lishi umumiy ma'noda kimga bog'liq? Heterogametali organizmga bog'liq. Tushundinglarmi? Keyin rasmda asalarini ham berib ketgan, o'rtoqlar, asalarini urg'ochisida 2n to'plam bo'ladi. Nechaga teng bo'ladi? 32 ga. Asalarida n erkagida n to'plam bo'ladi 16 ga. Erkaklar qanday ko'payish xususiyatiga ega? Partenogenez, urug'lanmasdan ko'payish. Shuning uchun n to'plam bo'ladi, 16 ga teng bo'ladi. Va bunga yana bitta misol kim edi? Chumoli. Erkak asalari u truten deyiladi. Chumoli ham misol edi, partenogenezga misol. Xo'p, mavzuyimiz oxirgi qismiga e'tibor beramiz, tugayapti. Jinsni aniqlash muddatiga ko'ra. Hali savolda ham olib qo'yinglar-da, ha? Bir kishi bo'lsa bo'ldi. Tayyormi Maftuna? Xo'p. Ketdi, tushuntiramiz.
Progam tipida, epigam, singam. O'rtoqlar, so'zni ma'nosiga e'tibor berish kerak biologiyada. Pro degani nima degani? Oldin yoki ungacha degani. Gameta deganichi? Jinsiy hujayra. Jinsiy hujayralar, erkaklik va urg'ochilik jinsiy hujayralar qo'shilishidan oldin u kim, erkakmi, urg'ochiligi aniq bo'ladi. Demak, qo'shilmasdan tuxum hujayraga qaraysiz. Tuxum hujayra qanaqa to'plam bo'ladi? Gaploid to'plam bo'ladi. Tuxum hujayrani sitoplazmaga boy, yirik bo'lsa tuxum hujayra urg'ochi organizm chiqadi. Kichkina bo'lsa erkakga chiqadi. Bo'ldi, qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, urug'lanmasdan oldin tuxumiga qaraysiz. Tuxumi kattaroq bo'lsa urg'och. Tushundingizmi? Kichikroq bo'lsa erkak. Sitoplazmaga boyligiga qaraysiz ya'ni. Epigam, epi degani nima degani? Keyin yoki osti degan ma'noda ham keladi. Urug'langandan keyin ma'lum, urug'langandan keyin urug'lanib chiqdi ayrim chuvalchanglarda. Mana uni misolni aytmayapman. Kimda? Kolovratka, bu suvda yashovchi hayvon va chuvalchanglarda shunaqa bo'ladi. Mana epigamda ham ayrim chuvalchanglarda misol bo'ladi. Ayrim chuvalchanglarda tuxumdan chiqib erkin yashab ketsa urg'ochi. Ayrimlari bo'lsa urg'ochisiga yopishib parazit holda hayot kechirsa erkak chiqadi. Mana shu misolni ko'pincha qizlarimiz yaxshi eslab qoladi. Chunki erkin yashab ketsa urg'och chiqadi. Urg'ochisiga yopishib parazit holda hayot kechirsa erkak chiqadi desa, qizlarga qandaydir yoqadi. Hozir eslab qolish uchun baribir shunaqa deymizda. Yana qanaqa misollar eslab qolish uchun oson edi? Yana qizlar eslab qoladigan qaysi edi? Qora qurtni urg'ochisi urug'langandan keyin erkagini yeb qo'yadi. To'g'rimi? Mana qizlar aytayapti, bolalar aytmayapti. Esday bo'ldi. Ya va bu narsa nima deyiladi? Kannibalizm nima degani edi? O'z turini yeb qo'yish. Tushunarligi? Faqatgina nima deydi? Qizlar emas, bolalar eslab qolgan misollar ham bor edi. Nima edi? Pashshamidi? Chivindi chaqsa qaysi bir chaqadi? Urg'ochisi chaqadi. Demak, chivindi urg'ochisi qon so'radi. Erkagichi? O'simlik shirasi bilan oziqlanadi. Uni shirinlik xo'r erkak. G'alatirog'a? Erkaklar go'shish kerak o'zi. Xo'p, yana bitta misol. Ari. Chaqsa qaysi bir chaqadi? Erkagichi? Chaqmaydi. Nishtari bo'lmaydi. Ha? Yana bitta bormidi? Bo'ldi, yaxshi. Shunaqa qilib baribir eslab qoldinglarmi? Iloji yo'q. Endi buni erkaklar ham, o'g'il bolalar ham eslab qoldi, qizlar ham eslab qoldi o'zi aslida. Xo'p. Epigam ham tushunarlimi? Qachon ma'lum bo'lar ekan? Urug'langandan keyin ma'lum bo'ladi. Singam tipida urug'lanish vaqtida ma'lum bo'ladi. Bu degan nima degani? Mana hozir misol keltirdimki, odamlarda. Masalan, malon bilan malov qo'shilsa, homila qiz. Bu bilan bu qo'shilsa homila o'g'il. Urug'lanish vaqtida ma'lum bo'lyapti degan. Odamlarda bo'lishi mumkin, sut emizuvchilarda bo'lishi mumkin, drozofilarda bo'lishi mumkin va hokazo. Misolni beringda, hali misol testda tushgan. Berib yuboring Marjona. Xo'p, videoni ko'rayotganlar 9 midi? Videoni ko'rayotganlar ham, keyinchalik ko'rayotganlar bor. Savollarini tashab qo'yaman kommentariyaga. Shu savollar mavzuni ko'rib chiqib, keyin yana bir bor mavzuni yaxshilab o'qib, savollarga javob bera olsangiz, mavzuni to'liq tugatgan bo'lasiz. Shu mavzudan ichi chiqadi, xullas kalom. Xo'p, testda tushgan, yaqinda tushgan savol, mana qaranglar. Mana shu jinsni aniqlashni qaysi turga kirishini aytishlar kerak. Videodagilar sizlar aytmay turasizlar. Pauza qilib turib keyin nima qilasizlar. Sizlar ham aytmay qo'yasizlar, kommentariyaga yozasizlar. Xo'p, seld balig'ini tuxumlarini odatda daryolarni dengizlarga quyilish joylariga qo'yadi ekan. Va undan tuxumlar dengizdan sho'r suvga tushsa erkak, chuchuk suvga tushsa urg'ochi organizm rivojlanadi. Yuqoridagi ma'lumot qaysi javobda to'g'ri izohlangan? Buni kommentariyada kutamiz. Bu savolni yana kommentariyaga ham tashlab qo'yaman bir. Tushunarligi? Mavzu to'la-to'kis menimcha yoritib bo'lindi, asosiy joylari, ha? Keyin 10-sinf biologiyada pastdagi rasmga ham qarab qo'yasizlar. X xromosomiga birikkan kasalliklar bor. Gemofiliya, daltonizm, pigmentli retinit qo'shilib qolyapti va Y ga birikkan, erta gipertirxiozni yozgan edi ehtiyojga qo'shimcha, to'g'rimi?
Shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. O'chirmay turasiz. Chekkaga chiqib turaman. Kimdir skrinshot qilib oladida, videoga ko'rayotgan paytda. Keyin konspekt qilib oladi. Konspekt ham qilinglar videoda ko'rayotgan paytda, chunki konspekt qilish ham ancha esda qolishga sababchi bo'ladi. Chekkaga chiqyapman. 1 2 3 to'xtab turing. Nima deydi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'chiring.